Euronews'ning bu galgi e'tibori O'zbekiston elektrotexnika sanoatiga qaratildi. Ushbu xalqaro telekanal ijodkorlari tomonidan tayyorlangan maxsus reportajda mamlakatimizda sohada erishilgan yutuqlar, eksport salohiyati va global bozorda munosib o'rin egallash rejalari tahlil qilingan. Maishiy texnika vositalaridan tortib quyosh energiyasi komponentlargacha elektr muhandisligi O'zbekiston iqtisodiyotining kuchli drayveri hisoblanadi. Bu yangi bizneslar, ish o'rinlari va eksportni rag'batlantirmoqda. Euronews'ning e'tiborini qozongan navbatdagi tarmoq elektrotexnika sohasi bo'ldi. Bu gal O'zbekiston elektr muhandisligida hududiy yetakchi sifatida global bozorlarni ko'zlamoqda sarlavhasi ostida video material tayyorlanib, mamlakatimizda elektr muhandisligi yo'nalishi rivoji uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar jurnalistlar diqqat markazida bo'ldi. Hello and welcome to the program. Salom, dasturimizga xush kelibsiz. O'zbekistonning elektrotexnika tarmog'i so'nggi 5 yil ichida 8 baravar o'sdi. Unda 85 mingdan ortiq kishi ish bilan ta'minlandi. O'tgan yili sanoat 2,1 milliard yevrodan ortiq mahsulot ishlab chiqardi. Eksport esa bu qiymatning yarmidan sal ko'proq qismini tashkil etdi. Hozirda 70 dan ortiq mamlakatlar bilan hamkorlik o'rnatilgan. Biz yuqori texnologiyalar markazi poytaxt Toshkentda bo'ldik. Bu ulkan hajmdagi ishlab chiqarish majmuasi Texnopark. U 17 ta ishlab chiqarish obyektini birlashtiradi va maydoni 60 ta futbol maydonchasidan katta. Biz maishiy texnika, tijorat jihozlari, sanoat isitish va sovutish yechimlari va konstruksiyalar ishlab chiqarishga ixtisoslashganmiz. Hozirda yiliga 1,4 million dona mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga erishdik. 5000 kishilik ishchi kuchi hamda eng zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari orqali bu jarayon amalga oshiriladi. Right now we already export to the nearby countries of the Middle East. Hozirda biz yaqin sharq mamlakatlariga eksportni amalga oshiramiz. Biz allaqachon Yevropa bozorlariga chiqishga muvaffaq bo'ldik va bizning maqsadimiz AQSh bozoriga ham mahsulot yetkazish. Joriy yilning o'zida dastlabki sinov partiyasi okean ortiga jo'natildi. Mualliflar O'zbekiston elektr muhandislik sohasida hududiy yetakchiga aylanib, endi global bozorlarda o'z o'rnini mustahkamlashni maqsad qilganini alohida e'tirof etgan. Elektr muhandislik sohasida 2024-yil yakuniga ko'ra uskunalar ishlab chiqarish hajmi 31 trillionga tenglashdi. Bu esa sanoat mahsulotlari umumiy hajmining 3,5% tashkil etdi. Eksport hajmi 1,3 milliard dollarga yetib, eksport ulushida 10% ga tenglashdi. Toshkentda joylashgan ushbu sim, kabel hamda quyosh energiyasi uchun mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqaruvchi majmua hozirda qariyb 60% mahsulotni xorijga eksport qilmoqda. Мы планируем увеличить экспорт кабельной продукции в европейские страны. Yevropa davlatlariga 2025-2026 yillarda kabel mahsulotlarini eksportini 40% ga oshirishni maqsad qilganmiz. Ishlab chiqarish talablarini qoplash uchun kompaniya texnik muhandislar uchun o'quv markazi tashkil qilmoqda. Biz yaqinda O'zbekiston davlat texnika universiteti bilan shartnoma imzoladik. Unga ko'ra biz hamkorlikda kafedra ochamiz hamda tanlab olingan talabalar ta'limni bizning hududda oladilar. Bularning barchasi yiliga qariyb 2,7 milliard yevro miqdorida eksport hajmiga erishish uchun xizmat qiladi. Let's speak now to Mirziyod. Keling, endi elektr muhandisligi sohasi vakili Mirziyod Yunusov bilan suhbatlashamiz. Mirziyod, soha rivojining asosiy sababi nimada va nega aynan hozir? Xabaringiz bor, O'zbekistonning dengizga chiqish imkoni yo'q. Hukumat oldimizga qo'ygan asosiy vazifa eksportda an'anaviy mahsulotlardan yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlarga o'tish. Global savdodagi masalalar haqida nima deya olasiz? Biz bu masalani sanoatimiz uchun imkoniyatlar deb bilamiz. Nega? Chunki bizda mahalliy materiallar bor, salohiyat bor va Yevropa ittifoqi bilan manfaatli kelishuvga egamiz. Shunday qilib biz xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, mahalliy sanoatni yangi darajaga olib chiqish va nafaqat mintaqaviy bozorga, balki Yevropa ittifoqiga ham sifatli mahsulot olib chiqishga harakat qilmoqdamiz. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston elektr muhandislik sohasida hududiy yetakchiga aylanib, endi global bozorlarda o'z o'rnini mustahkamlashga intilmoqda degan xulosaga kelgan jurnalistlar. Investitsiyalarni jalb qilish, qulay ishbilarmonlik muhitini yaratishda davlat ko'magi esa sohaning rivojiga asos bo'lib, eksport hajmini oshirishga xizmat qiladi.